mana joy kelganda aytib ketishim kerak, bu hayotda realniy bo'lgan voqea. 3 yil davomida har xil doktorlarga, shifokorlarga murojaat qilganlar, onkologlarga murojaat qilganlar, boshqa dermatologlarga u yerda to'g'ri tashxis qo'yish qiyin bo'lgan. Ya'ni bularga ko'rishganda fil oyoqlik degan kasallik bor, shunaqa tashxis qo'yishgan. Hattoki gistologiya ham olishgan. Ya'ni onkologiyaga o'ylab turib gistologiya olishganda, lekin bizadagi mutaxassislar bo'lmagani hisobiga afsuski to'g'ri tashxis qo'yish olmagan bu bemorga. Bularda mixedema degan kasallik. Ya'ni bular 18 yil oldin bo'qoqlarini oldirganlar operatsiya usulida. Bo'qoq oldirgandan keyin organizmda modda almashuv jarayonlari buzilib ketgan va o'shani hisobiga terining ostida shilliq yig'ilgan. Lecheniasida faqat davosida bittagina o'sha L-tiroksin deydi endokrinologlarimizda, tiroksin, L-tiroksin, ya'ni oldini bosuvchi terapiya deydi, zaminayushi terapiya deydi, bu qon o'rniga ishlaydigan dori bilan tuzatib olsa bo'ladi. Ya'ni o'sha dorini ichganlari hisobiga bo'ladi, endi tez orqaga qaytmaydi-yu, lekin bir 6 oy, 1 yilgacha o'z holatlariga xudo xolasa keladilar. Va shu tashxisni qo'yib, biza to'g'ri yo'nalish berdi va endokrinologiya markaziga yubordi bu bemorimizni. Shunga o'xshagan yillar davomida qiynalib, to'g'ri tashxis ololmayotganda yoki olayotgan davodan effekt bo'lmayotgan paytda bizga murojaat qilib kelsanglar, biz xudo xolasa to'g'ri tashxis qo'yib beramiz. To'g'ri tashxis 50% davo. Ya'ni to'g'ri tashxisdan keyin davoni mukammal qilib olib borishimiz mumkin bo'ladi. Bizga murojaat qilinglar.